Assalomu alaykum hammaga. Bugungi obzor qiladigan xonadonimiz Karat Cafe yonida 2 xonali kvartiramiz ijara chiqdi. İşi domlansa çalışkan ekan, narxi 2 milyon 500 ming so'm obunachilar. Hamma yeri qulay. Qamush Karat Cafe Texnoyu bu tarafdan Dekkan bazar telefondagi maraton düşen. Bu tarafdan hamkarman. Şəhərni ajoyib yerdə joylashgan. Faqat oilali zaksizdan qo'yiladi ekan. Narx ham kitobdan kelsa, shoshilamiz. Yana ko'cha lokatsiyasi inshaalloh bilan tushuntirib o'tsak, qo'ldan kelsa. Yine hürmetli buzazlar kvartalını to'liq tushuntirib o'tsak, yangi dom ajoyib 2 xonali kvartal. Hamma sharoitga ega. Girishimizda rakoynasi bor ekan, prixoshkamiz. Xullas shaharning yuragida joylashgan. Ko'cha lokatsiyasini kuzatdik. Endi inshaalloh bilan bismillahirrohmanirrohim obzor yasak. Oshxonamizdan chiroyli kuxnyalar qo'yilgan. Havo tozalovchi, bu yerda gaz plitamiz, xolodilnikimiz, top kontiner kotyolimiz bor ekan. Xullas, Karat Cafe eng asosiy lokatsiyada joylashgan bo'ladi. Fakat ijara satılmaydı obunachilarimiz. Oilali, yaxshi insonlarni qo'yamiz, zakisli. Birincisini spalnimizda balkonimiz bor, bu yerda shkafimiz, 2 odam qadriyotga spalni bor ekan. Endi sanuzillarimiz obunachilar, sanuzillarimiz dush etilgan ekan, unitazimiz bor. Bu xonamiz mehmonxona. Mehmonxonamizda xontaxta, shkaf, kondisioner, trezorlarimiz bor. Narxni olsana göre 2 milyon 500 ming so'm. Alaka uchun nomini isteme 99 074 46 41 hem de 91 420 06 16 alaka çıkası. Sağ olun, aman olun.